إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'quvchi qarindoshlar, darsimizni oxirini davomlashtiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hozirgi darsimizda so'zlanmoqchi bo'lgan yangi mazmun harflarningki o'zaro kirishtirilishi. Ya'ni harflarningki idg'om qilinishi. Biz idg'omning ma'nosini bundan burun necha qadim so'zlab bo'ldik. Idg'om deganimiz kirishtirish. Ya'ni ikki harfni kirishtirib bir harfdek talaffuz qilish. Bu idg'om bo'ladi. Ya'ni idg'omning so'zma-so'z ma'nosi qo'shish, bir narsani yana bir narsaga, yana bir narsaga kirgizish, kirishtirish degan ma'noda bo'ladi. Bu so'zma-so'z ma'nosi, atalg'i ma'nosi sakinlik bir harfni davomida keladigan harakatlik bir harfga kirishtirib bir tovush qilish o'qish. Sakinlik bir harfni keyingi harfga, ya'ni bir harfga qo'shib ikki harfni bir harfdek talaffuz qilishni idg'om deymiz. Bu idg'om ikki xil bo'ladi. Cho'ng idg'om, kichik idg'om. Ya'ni idg'om kabir va idg'om sag'ir. Bularningki har birisi bilan tafsili tanishimiz. Cho'ng idg'om, ya'ni kichik idg'om dedik. Cho'ng idg'om deganimiz qanday idg'om deganda arqa-marqa kelgan ikki harakatli harfning birinchisi harfini sakinlik qilib o'zgartib ikkinchi harfga kirishtirish. Bu cho'ng idg'om bo'ladi. Kichik idg'om deganimiz arqa-arqadan kelgan ikki harfningki beshidikisi sakinlik, keyindikisi harakatlik bo'lsa, bu yerdagi idg'om qilishni biz kichik idg'om deymiz. Kichik idg'om tuvandagidek 3 xil bo'ladi. 3 xil tur bo'yicha bo'ladi. O'xshash tovushliq idg'om. Ya'ni buni biz idg'om mislayn deymiz. Turdosh tovushliq harflardan bo'lgan idg'om, buni idg'om mutajanisayn deymiz. Yaqin tovushliq harflar bilan bo'lgan idg'om. Buni biz idg'om mutaqoribayn. Idg'om mutaqoribayn deymiz. Bularningki har birisi bilan tafsili tanishib chiqamiz. O'xshash tovushliq idg'om. Ya'ni idg'om mislayn. O'xshash tovushliq. Mushuni bilan biz bilib olsak bo'ladi. O'xshash tovushliq degan chaqda o'xshash bir harf degan. Bir harfning ikki qatam takrorlanishi. Ya'ni sufutimi, maxrijimi o'xshash, har ikki harfningki keyin-keyindan kelishi degan gap. Ya'ni o'xshash degan chaqda sufutimi o'xshash. Ya'ni qalqala harfi yoki hamza harfi yoki ko'tarangi harfi yoki bo'lmasa tuvan harf yoki ravon harf yoki yumshoq harf degandek, shu sifatlarni o'rganib o'tdik. Sifat va maxrij, ya'ni shu tovushning chiqish o'rni jihatdan o'xshash bo'lganini o'xshash harflik idg'om deymiz. Ya'ni bir harfning keyin-keyindan kelib idg'om bo'lishini biz idg'om mislayn, ya'ni o'xshash tovushliq idg'om deymiz. Masalan, biz misol qaraydigan bo'lsak, birinchi misolda kanat ta'budu desak, kanat deganda ta keldi, keyindan lam yana ta keldi. Demak, bir ta ikki qatim keldi. Kanat ta'budu. Bu yerda birinchi ta sakin, ya'ni harakatsiz keldi, ikkinchi ta harakatli keldi, ya'ni zabarli keldi. Demak, bu yerda idg'omning sharti ikki harf kelib, shunda ikki o'xshash tovushliq, ya'ni sufutimi, maxrijim o'xshash ikki harf kelib, beshidikisi sakinlik, keyindikisi harakatlik bo'lib qolib qolsa, bu ikki harfni birlashtirib yutamiz. Bu shart. Demak, bu yerda birinchi ta sakinlik, ikkinchida harakatlik bo'lib idg'omning shartiga tushdi. Shuning uchun bu ikki harfni biz birlashtirib yutib, bir harfdek o'qiymiz. Kanat ta'budu. Kanat ta'budu. Ikkinchi misol qaraydigan bo'lsak, va qad dakhalu. Ikki dal. Beshidagi dal sakinlik, keyindikisi harakatlik. Ikki dalni birlashtirib yetib va qad dakhalu idg'om qilib o'qidik.
Yana birisi izzahaba. İzzahaba desek zal keyindin yana bir zal keldi. Beşidikisi hareketsiz. Keyindikisi hareketlik bo'lganligi uchun bu yerda izzahaba deb bu ikki harfni idg'omning sharti tepilganligi uchun ikki harfni birlashtirib o'tib bir harfdek talaffuz qilib o'qidik. İkinci, idg'amning ikkinchi turi turdosh tovushli harflar. Ya'ni idg'om mutajanisayn. İdg'om mutajanis. Biz bu yerda mahraj va sifatni bilmasak bo'lmaydi. Mahraj va sifat. Ikki harfdanki mahraj va sifati o'xshash bo'lsa, biz buni o'xshash harflar dedik. Mahrajlari o'xshash, ammo sifatlari har xil bo'lgan ikki harfninki idg'om qilinishini ko'rsatadi. Idg'om mutajanisayn deganimiz mahraji bir. Ya'ni bir mahrajdan chiqadigan harflarninki o'zaro idg'om bo'linishi, ya'ni o'zaro kirishtirilishini ko'rsatadi. Masalan, biz misol qaraydigan bo'lsak, odatda idg'om qilinadigan harflardan 3 mahraj bor. Bu shu idg'om mutajanisayn, ya'ni o turdosh tovushli harflarniki idg'om qilinishi. Shunga munosabatlik 3 mahraj bor. Birinchi mahraj ta, dal, ta ning mahraji. Ya'ni ta bilan dal va ta uchlari bir mahrajdan chiqadi. Dago mushundaq bir mahrajdan chiqadigan harflar keyin-keyindan kelib qolgan vaqtda birinchisi harakatsiz, ikkinchisi harakatli bo'lib qolib qolsa, mush harflarni biz idg'om qilyapmiz. Masalan, mana sura A'rafninki 189-oyatidagi falamma athqalad da'avalloha. Qaraydigan bo'lsak, athqaladda ta keldi, keyindan dal keldi. Bu ta bilan dal ikkisi bir mahrajdan chiqadigan harflar. Demak, mahraji bir. Sifati o'xshamaydi. Sifat o'xshamagan bilan mahraj bir bo'lg'achqa, shundaq boya degan qoidamiz bo'yicha mahrajlar bir, ya'ni mahrajlar o'xshash ikki harf keyin-keyin kelib qolgan chaqda birinchisi harakatsiz, ikkinchisi harakatli bo'lgan sharoitda bu ikki harfni biz idg'om qilyapmiz, ya'ni kirishtirib o'tamiz degan qoidamiz bo'yicha bu ikki harfni birlashtirib bir harfdek o'qiymiz. Falamma athqalad da'avalloha. Athqaladda biz ta'ni kirishtirib bilan dalga o'tab ketamiz. Athqalad da'wa. Shunga o'xshaydi. Ikkinchi misol qad ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. O'xshashlam ta bilan dal ikkisining mahraji bir. Ta birinchi harf harakatsiz keldi, dal harakatli kelganligi uchun idg'omning shart tepildi. Bu yerda bu ikki harfni birlashtirib o'tamiz. Hamda dal bilan ta'ninki. Dal va ta. Beshida dal keladi, keyindan ta keladi. Masalan, qad tabayyana. Qad tabayyana. Deganda dal keldi, keyindan ta keldi. Dal beshidagisi harakatsiz, ta harakatli keldi. Demak, idg'omning shart tepilganligi uchun bu ikki harfning mahraji bir bo'lganligi uchun idg'om qilyapmiz. Qad tabayyana. Qad tabayyana emas, qad tabayyana emas, qad tabayyana. Taga bevosita o'tib kelamiz. Qad tabayyana. Ma'abattum. Ma'abattum degandimi? Asli keyinda beshida dal. Keyindan ta keldi. Dal bilan ta bir mahrajdan chiqadi harflar. Dal, ya'ni beshidagisi harakatsiz, keyingisi harakatli bo'lganligi uchun idg'omning shartiga tushib, yana o'xshashlar bu yerda idg'om qilyapmiz. Ma'abattum. Abadatum emas, abattum. Hamda uchinchi ta bilan ta'niki. Ta, ta bo'limi o'xshash bir harfdan chiqadi. Ya'ni bir mahrajdan chiqadi. Ta, dal, ta. Uch harfninki hozir o'zaro idg'om bo'linishini so'zlayapmiz. Ta bilan ta'ninki misoli fa amanat toifa degan chog'imizda boshda ta keldi,
Bu hareketsiz keldi, keyindan to keldi. Bu yerdan o'xshashlab idg'om qilyapmiz. Fa'amanat toifa. Fa'amanat toifa. Endi ikkinchi makhraj val fa va. 3 harf. Fa val va. Ya'ni til sirtiga chiqadigan 3 harfni o'rgangan toq biz mush 3 harflarni bir makhrajdan chiqadi. 3 harfninki makhraj bir bo'lganligi uchun mush 3 harflar keyin-keyin kelib idg'omning shartiga tushib qolsa, bu yerda o'xshashlar biz idg'om qilyapmiz. Masalan, val bilan vaninki idg'om qilinishi ivvalamtum. Ivvalamtum desak, val bilan va bir keyin-keyin keldi. Demak, idg'omning shartiga tushdi. Bu yerda idg'om qilindi. Ivvalamtum. Ivvalamu. Ivvalamu. Bu yerda o'xshashlar. Val bilan vaninki idg'om bo'linishi, ya'ni idg'om qilinishi. Hamda to bilan ta harfininki idg'om qilinishi Qur'oni Karimda 4 o'rinda uchraydi. Buningki misollari mana shu suralar bilan suraninki ismi va oyatlarninki nomi bilan shu ekranga yoziliq. Masalan, birinchisi farrattu. 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 To bilan ta kelib qoldi. Hamda bu yerda to bilan ta bir yerga kelib idg'om qilinib qolgan chaqda diqqat qiladigan bir masala bor. To ta ikkisi bir makhrajdan chiqadi. Demak, keyin-keyindan keldi. Birinchisi, ya'ni to sakinlik keldi. Keyindikisi ta harakatli keldi. Idg'omning sharti tushganligi uchun bu yerda idg'om qilamiz. Lekin bir masala bu yerda to bu to'ninki sifati kuchli sifat kitobi. Ya'ni to itboq deydigan sifati va itboq, ya'ni yep qariblar bu kuchli sifatda va undan keyin ko'tarangu deydigan sifatlar va bu kuchli sifat kitobi. Shunda bo'lganligi uchun biz bu to'ninki bir sifati, ya'ni itboq, yepiq deydigan sifatini ep qilib boshqa sifatlarni tashlab o'tamiz. Demak, bu yerda idg'om kamil emas, idg'om naqs bo'ladi. Idg'om naqs. Shunga bu yerda farrattu. Farrattu. Rat deb ta'ni makhrajiga chirib, ta'ni qalqal qilmay, masalan farrata deb qalqal qilmay, farrattu. Rattu. Demak, mishada bu yerdagi idg'om naqs, idg'om kamil emas. Chunki ta'ninki yepiq, ya'ni itboq deydigan sifatini ep qilib, boshqa sifatlarni tashlab o'tib idg'om qilamiz. Buniki tagidagi misollarning hammasi o'xshash. Ahattu. Ahattu. Ta'ninki makhrajiga chirib, qalqalisini tashlab o'tib, undan keyin tag o'tamiz. O'xshashlar. Keyindikisi o'xshash. Farrattum. Basatta. 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 Basatta deb lam taga bevas o'tmaymiz. Chunki ta'ninki boya degandek buniki sifatlari kuchli. Unda bo'lsa fa bilan zalninki idg'om qilinishi. Fa, val, va. 3 harf bir makhrajdan chiqadi dedik. Bu shu bir makhrajdan chiqadigan harflar keyin-keyin kelsa o'xshashli idg'om bo'ldi dedik. Bu fa bilan zalninki idg'om qilinishi Qur'oni Karimda birlam o'rinda kelgan. Masalan, yalhaz zalika. Yalhaz zalika. Sura A'rafda yalhaz zalika. Fa keldi, keyindan zal. Birinchisi fa harakatsiz, keyindiki val harakatli. Idg'omning shartiga tushdi. Shunga bu ikki harfni biz birlashtirib o'tamiz. Yalhaz zalika. Ikkinchi harfga o'tib ketamiz. Yalhaz zalika. Ammo bu yerda biz to'xtagan chaqda
ya'ni mushu yalhas degan kalima to'xtagan chaqda thani normal holatda izhor qilib davom talaffuz qilamiz. Masalan, aw tatrukhu yalhas fa normal holatda talaffuz qiladi. Ammo ulab o'qigan chaqimizda idg'om qilamiz, idg'om qilib o'tamiz. Idg'om qilib zalga o'tib ketamiz. Yalhas zalika. Amda ba bilan mimninki idg'om qilinish. Ba harfi bilan mim harfi. Chunki bu ba harfi bu mim harfi o'xshashlar, bularniki makhrij bir. Buniki misoli irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Desak o'xshashlar, bu yerda ba bilan mim makhrij bir. Ba oldidagisi harakatsiz, mim keyindagisi harakatli bo'lganligi uchun bu yerda idg'om qilib o'tdik. Irkam ma'ana. Irkam irkaba emas. Irkam ma'ana. İdg'am qildi. Bu Qur'oni Karimda faqat birla o'rinda uchraydi. Davosa yaqin tovushliq idg'om, ya'ni yaqin tovushliq harflarningki o'zaro idg'om qilinish, ya'ni kirishtirilish. Uchinchisi idg'om mutaqorib. Yaqin tovushliq deganimiz makhrajlar yaqin degan gap. O'zaro makhrajlar yaqin. Makhrajlar bir emas, ammo makhrajlar yaqin. Masalan, qof bilan kaf, lam bilan ro, mushuning o'xshash makhrajlar yaqin harflarmi idg'omdan sharti tepilgan chaqda o'zaro idg'om bo'lib ketadi, ya'ni kirishtirilib ketamiz. Bu idg'om mutaqorib, ya'ni yaqin tovushli harflarning idg'om bo'linishi bir qancha xil ahvollarda ko'riladi. Ko'pincha ahvollarda izhor bo'ladi. Buning misoli lam bilan ro'ninki lam ro. Bo'sh harfningki makhraj yaqin. Bal rafa'a. Rafa'a. Lam keldi, keyinda ro keldi. Bo'sh harfningki makhraji yaqin. Makhraj yaqin. Ham bu yerda idg'omning sharti tepiliqlik. Birinchisi harakatsiz, keyindagisi harakatlik. O'g'illik uchun bar rafa'a. Bar rafa'ahulloh. Bar rafa'ahulloh deb bu yerda idg'om qilib va qur robbi o'xshashlar lam bilan ro'ninki mushadimi o'xshash idg'omdan shart tepiladi, idg'om qilib o'tdik. Va qur robbi. Va qur robbi. Endi bu yerda shamsiya harflari quyosh harflariniki idg'om qilinishi, ya'ni quyosh harfi deganda tunishliq lam. Yani lam-ı ta'rif deymiz. Lam-ı ta'rif. Lam-ı ta'rifning keyindan shamsiya harflari kelgan chaqda bu yerda o'xshash idg'om shakllanadi. Yana bir masala qof bilan kafningki idg'om bo'linishi. Ya'ni qof bilan kafningki idg'om qilinishi. Qof, kaf ikkisi makhraj yaqin. Bo'lganlik uchun mushk harfmi keyin-keyindan kelib qolgan chaqda idg'omning shartiga tushsalam idg'om qilamiz. Masalan, alam nakhluqkum. Sura Mursalatda bir lam yad keladi bu nakhluqkum. Bu yerdami idg'om naqs bo'ladi. Idg'om kamil bo'lmaydi. Qofni masalan qof bilan kaf bir yad keldi. Qof harakatsiz. Birinchi harakatsiz, keyingi harakatli keldi. Buni idg'omning shart tepildi. Lekin buni bir aqlam idg'om qilmaymiz. Ikki xil qilamiz bu yerda. Ikki xil qilishga bo'ladi. Ikki xil yo'l bor. Ya'ni nakhluqkum, luqkum. Qafni makhrajga tushirib luqkum. Mavsulda qilsaqmi bo'ladi bu idg'om naqis. Ya'ni birisi idg'om kamil shaklda qilsaqmi bo'ladi. Qafni bir aqlam tashlab o'tib nakhluqkum, nakhluqkum deb bu shaklda qilsaqmi bo'ladi. Bu yerda ikki xil yo'l bor. Idg'omniki ikki xil yo'li mushada durust bo'ladi. Sakinlik nun va tanvinninki idg'om qilinishi, masalan, nun bilan mim. Bu yerda nakum ma'akum bi khayrin minha yawma idhin na'imah. Biz bu yerni o'tganki darslarimizda bir qator so'zladik. Bu yerda o'xshashlar shu idg'omdan shartli tushganligi uchun idg'om qilamiz. Bu misollarni ko'rib olsangiz bo'ladi. Shuning bilan idg'omningki turlari, ya'ni harflarningki o'zaro kirishtirilishi, ya'ni idg'om bo'lishiga aloqador
mazmunlar o'sha yerda oxirlashdi. Keyingi darsimizda ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.